Межпозвонковая грижа asoratlari, ya'ni insonni tanasini, insonni butun jismini harakatsizlantirishga olib kelib qo'yishi mumkin. Oyoqda uvishlik bo'lishi mumkin agar bel umurtqasida bo'lsa, agar bo'yin umurtqasida bo'lsa, oyoqda uvishliklar, qo'llada uvishliklar, yelka, bo'yin, qo'llardagi juda qattiq og'riqlarni yuzaga keltirishi mumkin, hattoki insonni uxlashiga ham yo'l qo'ymaydi. Kimda grija bo'lsa, buni asoratlarni, buni aziyatlarni chekishgan bo'lsa kerak. Bu oyoqlarni harakatsizlantirib, quvvatsizlantirib, oyoq mushaklarini gipotoniyaga, ya'ni ishsizlikka, quvvatsizlikka, harakatsizlikka, kimgadir bog'lanib qolishlikka, o'zi mustaqil harakat qila olmay, kimnidir yordami kerak bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin. Buni natijalari, ya'ni simptomlari, buni zararlari juda ham og'ir holatga olib kelib qo'yishi mumkin. Inson harakatsizligiga, o'rnidan tura olmay qolishligiga, ya'ni o'zini xatti-harakatlarini bemalol qila olmaydigan holatga kelib qoladi. Qattiq og'riqlar bo'ladi, oyoqda uvishliklar bo'ladi, yurganda xuddi paxtani ustida yurgandek holatlarga olib keladi. Buni chuqur o'rganib, buni simptomlarini aytib gap tugamaydi, lekin insonda kimdadir grija bo'lgan bo'lsa, buni albatta bilishadi, qanaqa holatlarga olib keladi. Yurolmay qoladi. Bir 50 qadam, 100 qadam qo'ygandek keyin yoki bo'lmasa 200 qadam qo'ygandek keyin o'tirgisi keladi. O'tirgisi kelib, o'tirib olgandan keyin yana harakatga tushadi. Mana shu simptomlari. Keyin eng yomon joyi inson oyoqlarini sezgi organlari, ya'ni mushaklarini sezishi, terilarini sezishlari yo'qolib boradi. Doimo oldindan harakat qilib, buni oldini olishlik shart bo'ladi. Yomon holatlarga kelmaslik uchun. Buni yomon holatlarini tushuntirib o'tish hojati yo'q. Kimda grija bo'lgan bo'lsa, buni asoratlarini juda ham yaxshi bilishadi. Men Suhbatilla Karimov, vrach, kineziologman. Ya'ni insonlarni tanasini o'zini o'zi tiklash jarayonini yo'lga qo'yuvchi metodika asosida ishlaymiz, ya'ni neyrokineziologiya sohasida vrachman. Bu sohani Germaniya shahrida o'rganganman. Portugaliyada rivojlantirdim shu sohani va ko'p yaxshi natijalarga erishdik. Bu soha bo'yicha Yevropa, ya'ni Portugaliya shahrida bizga nisbatan konkurensiya yo'q bu metodika bo'yicha. Mana hozirgi kunda vatanimiz O'zbekistonimizda shu metodikani yo'lga qo'yib, insonlarga yordam berib kelyapmiz. Butun O'rta Osiyodan bizga murojaatlar kelib tushadi va murojaat qilishyapti. Kelib bizni Toshkentdagi klinikamizda davolanib, yaxshi natijalarga erishib ketishyapti. Asosan bu metodika Amerikada, Yevropada rivojlanib, katta yo'lga qo'yilgan. Bu sohani innovatsion soha hisoblanadi va bu sohani yetuk natijalariga erishish yo'llari bor. Shu konsepsiyalarini o'zimizni o'qigan metodikamiz asosida konsepsiyalarni ishlab chiqdik va shu kunga kelib juda ko'p insonlarga, 100 minglab, balki bu qo'pol gap emas, 200 minglab insonlarga yordam berdik. Hozirgi kunda ham Portugaliyada 2 ta klinikamiz ishlab kelmoqda. Hozirgi kunda mana O'zbekistonda, Toshkentda va filialimiz Andijonda, Medic City, Zelena Most deyiladi, ko'pchilik bilishadi. O'sha yerda filialimizni ochganmiz va Nukus shahrida klinikamiz bor. Shu yerda ham shu sohani rivojlantirib, shu soha orqali insonlarga yordam berib kelyapmiz. Ya'ni grijalarni, butun inson tanasidagi bo'lgan muammolarni dorisiz davolash imkoniyatini yaratdik va shu kunga kelib 100% bizni patsientlarimiz ichidan bir 90-95%lariga yordam berishga muvaffaq bo'lyapmiz dorisiz. 5%lari o'tib ketgan holatda, ya'ni operatsiya holatiga kelib qolgan holatlar, u holatlarni 5% ga kiradigan holatlarni ma'lum bir dorilar bilan davolashga muvaffaq bo'ldik. Bu degani 95, ya'ni 100% ga yetadi degan davolash uslubimizda. Demak, hozirgi kunda bu sohada yetuk natijalarga erishishimizga shu bizning ustozlarimiz, ya'ni amerikalik David Lev va Joseph Shefer, hozirgi Rossiya
akademiyasidagi bizni ustozlarimiz Lyudmila Feodorovna Vasilyeva, Sergey Viktorovich Molodkov va Pichuginlar bizni ustozimiz bo'lib, shu yo'nalishda yangi yo'nalishlarni, yangi o'zimizlarni yo'nalishimizlarni shu sohadagi yangi konsepsiyani ishlab chiqishimizga yordam berishdi va shu yangi konsepsiya orqali hozirgi kunda Toshkent shahridagi klinikamizda butun O'rta Osiyodagi vatandoshlarimiz, qo'shni davlatlardagi insonlarga yordam berishga muvaffaq bo'ldik. Grija o'zi nima? Endi sodda yo'l bilan tushuntiramiz. Umurtqa pog'onasi. Insonning umurtqa pog'onasida suyak bor, yana suyak bor. Mana shu ikkita suyakning o'rtasida turadigan fibrozniy disk. U fibrozniy disklar haligi yastiqcha deylik, qo'pol qilib aytganda, yastiqlar juda ham mustahkam, og'irlikni ko'tarib turuvchi, ya'ni amortizator hisobini ham o'tadi. Mana shunda ushlab turadi. Buni o'rtasini bog'lab turadi va bir-birini mahkam ushlaydi. Agar bosim bo'ladigan bo'lsa, bosib, bunga amortizatsiya bo'luvchi fibrozniy disklarni aytamiz. Agar insonni tanasida nomutanosib ishlash jarayoni yuzaga kelsa, ma'lum bir sabablarga, u sabablarni qisqa qilib aytamiz. Og'ir ko'tarib qo'yishligi mumkin. Og'ir ko'tarishlikda haligi ushlab turuvchi quvvatda ushlab turuvchi mushaklar bir taraf bo'shashib qolgan bo'lib turgan bo'lsa, og'ir ko'tarib qo'ysa, bir taraf siqilib qoladi. O'sha tarafdan haligi напряжение, og'irlik juda qattiq siqqandan keyin deylik, mana bunday siqilib qoladi. Shu siqilgan ko'proq joy bunda chiqib qoladi. Orqa tarafdan ko'pincha chiqadi. Chunki insonning fiziologiyasi, agar yon tarafdan ko'radigan bo'lsa, bo'yin umurtqasi bundoq, yelka, ko'rak qismlar bundoq bo'lib, ya'ni giperlordoz deydi, sifoz, kifoz degan narsalar bor. O'sha qayilishlikni o'zini fiziologik holatida noto'g'ri og'irlik tushishini hisobiga haligi ezilib, bu yoqdan fibrozlik chiqib qoladi. O'sha chiqib qolgan narsa turtilib qoladi va orqa umurtqa pog'onasidan o'tuvchi glandni eng asosiy nerv kanalini chiquvchi koreshoklarini siqib qo'yadi. Mana koreshok deylik, bundoq chiqyapti. Shuni siqib qo'yadi. Haligi chiqayotgan fibrozniy disk. Ana o'sha grija bo'ladi. U qanaqa holatlarga olib keladi? Juda ham og'ir holatlarga, juda ham og'riq holatlarga, juda ham qattiq og'riqlarni yuzaga keltiradi. Eng qizig'i belda og'riq bo'lmaydi, sezmaydi. Eng qizig'i shu tegsa nerv koreshokka, dumba qismida yoki orqa sonda va golenostop deymiz, ya'ni oyoq tizzadan pastki, ya'ni ikronojniy degan mishsalarimiz bor, o'sha yoqqa og'riq beradi, tovonga va oyoqning tagiga uvushishlik, jivir-jivir qilishliklarni beradi. Juda ham odamga qattiq ta'sir qiluvchi holat yuzaga keladi. Mana shu grija bo'ladi. Grijaning asoratlari bo'ladi bir qisqacha. Grijani nima yuzaga keltiradi? Qanaqa asosiy sabablar? Hozirgi kunda olimlarimizning aytishlari bo'yicha yangi statistika deymiz. Shu yangi statistika nimani aytyapti? Insonning tanasiga suv, ya'ni suyuqlik yetishmasligi hisobidan ham grija yuzaga tez kelib qolar ekan. Ya'ni arzimagan yukka yoki bo'lmasa nojo'ya harakat qilib qo'yishlikning yuzasidan tez grija chiqib ketish sabablari yuzaga kelishi mumkin ekan. Ikkinchisi juda qattiq stress. Inson stress holatiga tushganda 1,5 tonnadan 3 tonnagacha deyiladi. 3 tonna emas, 2 tonnagacha. Maksimal 2 tonnagacha yuk organizm siqar ekan. Biz spazm sezamiz, og'irlik sezamiz. Bu o'sha yangi statistika. O'sha haligi qattiq stressdan ham slabый uchastka deymiz, zaif joylar o'sha yerda tez grija chiqib ketish sabablari yuzaga kelar ekan. Stress, ya'ni bir qattiq qo'rquvda yoki bo'lmasam bir siqilgan holatlarda yuzaga keladigan narsalar. Suv yetishmasligidan nima? Bir kunda inson tanasida 1,5 litr kamida suv ichishlik kerak bir kun ichida. Chanqamasa ham ichishlik kerak bo'ladi. Agar chanqamayman deb ichmay yuraversa, faqat choy, boshqa narsalar ichib yuradigan bo'lsa, demak insonning tanasida singuvchi suv miqdori kamayib ketadi. Shu kamayishlik inson tanasida yengil, juda ham oson grija paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, noto'g'ri ovqatlanish,
bioximические нарушения inson tanasida va siqilishli va og'ir ko'tarib qo'yishli slabый uchastkalarga grijani yuzaga keltirishi mumkin. Nima qilsak grijani oldini olamiz va tanamizda shu og'ir holatlar yuzaga kelmaydi. Demak, yuqorida aytib o'tgan narsalarimiz ichidan eng birinchisi fizический inson jismoniy tayyor bo'lishlik kerak. Ya'ni kerakli mashqlarni qilib turishlik kerak. Eng kerakli mashqlardan biri birinchi ochirda ruhiy holatda kayfiyatni ko'tarib turib, zakon spirali degan narsa bor. Qonuniyat, spiral qonuniyati, ya'ni insonning umurtqa pog'onasi mana shunda turgan narsa bunaqa qimillab turishi kerak. Agar o'sha kerakli harakatni bermasak, tez muammolar paydo bo'lishligini keltirib chiqaradi. Agar demak biza og'ir ko'tarishlikka mos bo'lmagan bo'lsa tanamizda, demak o'sha holatlar buzilgan. O'shani buzilmasligi uchun bizni ishimiz og'ir ko'tarishni talab qiladigan bo'lsa, o'shanga tayyorlashimiz kerak tanamizni. Agar shunga tayyor bo'lmasa, albatta bizda umurtqa pog'onasida muammo kelib chiqadi. Bu muammolarni olishimiz uchun agar fizik holatda tayyor bo'lmasa, ya'ni mana shunday yelkalarni ushlab turib, chapga qarab, ko'zlarimizni ham chapga tortib turib, mana bu harakatni yuzaga keltirishimiz kerak. 10 ta bu yoqqa, ko'zlarimizni ham orqaga tortib turib, 10 ta bu yoqqa. Shuni bir 4 marta qaytaramiz shu narsani. Ya'ni 40 marta qilinadi. Bu yoqqa ham, bu yoqqa ham qilinadi. Ana o'sha narsani qilib turib ishlarimizni boshlaydigan bo'lsak, demak fizik holati tanamizni o'z o'rniga kelib, haligi og'ir, juda ham og'ir deyilmaydi, lekin bir 10 kilo, 12 kilo ko'tarishlarga har xil holatlarda shu muammolar yuzaga kelmaydi. Demak, birinchi asosi fizikaviy holatimizni, ya'ni jismoniy holatimizni tayyorlashimiz uchun mana zakon spirali, shu harakat keltirib turishimiz kerak. Ikkinchisi, demak, bioximические нарушения. Insonning tanasida eng katta rol o'ynaydigan narsalar kimyoviy hodisalar. Ya'ni yeyish, ichishlik, gazli narsalar ichmaslik kerak. To'g'ri suyuqlik berishimiz kerak. Kun davomida 1,5 litr, 2 litr suv ichishimiz kerak, toza suvlardan. Ya'ni buloq suvlari, istochniklar deymiz. Mana shu to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yib oladigan bo'lsak, demak tanamiz bizning jismoniy holatimiz o'z o'rnida bo'ladi. Ya'ni muammolar bo'lmaydi. Uchinchisi ruhiy holatimiz. Ruhiy holatda stress. Stressga kirmaylik deymiz, kontrol qilamiz deymiz, lekin uni qanaqa kontrol qilishni ko'pchilik bilmaydi. Shuni biz yengil, oson tushunadigan holatda aytib o'tamiz, o'shani harakat qilsak, albatta bu natijasi bo'ladi. Demak, har xil holat bo'ladi. Demak, oldimizda kattaroq tosh chiqib qolsa, o'sha toshni chetga olamiz. Yo'limizni ochib ketaveramiz. Unga e'tibor ham bermaymiz. Bizni shunaqa ruhiy holatimizni chotki konsentratsiya bo'lish kerak, pozitiv. Ya'ni ijobiy konsentratsiya bo'lish kerak. Har bir narsalarni o'zimizga olmasligimiz kerak. Bizning asosiy maqsadimiz tanamiz jismoniy holati, ruhiy holati va kimik holati yaxshi bo'lishligi uchun mana shu 3 ta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Jismoniy holat tayyor bo'lishlik kerak, to'g'ri mashqlar bilan, ikkinchisi to'g'ri ovqatlanishlik bilan. Ovqatlanishlarni keyin alohida bir tushuntirib beramiz, bunga ko'p vaqtimiz kerak bo'ladi. Birinchi ochirda ovqatlanishimizda eng asosiy narsalardan biri konservantlar yemasligimiz kerak. Konservant deganda konservni tuzlamalar bor, boshqa bor ovqatlar bilan shu narsalar yemasdan, balki to'g'ri salatlarni, pomidor, bodaring deydi, unaqa narsalarni yeyish mumkin, lekin tuzlamalarni kamaytirishlik kerak. Non, xamir ovqatlarni kamaytirish kerak bo'ladi va kechqurun soat 7 dan keyin ovqatlanmaslik kerak bo'ladi. Ovqatlangan bo'lsa 7 dan keyin albatta 2 soatcha harakatda bo'lib turishlik kerak bo'ladi, keyin uxlashga, shu dam olishga kirishish kerak bo'ladi. Agar shu narsalarga e'tibor berishni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, jismoniy holatimiz va biokimik holatlarimiz yaxshi bo'ladi. Ruhiy holatimizchi? Ruhiy holatda pozitiv, ya'ni o'zimizni kayfiyatimiz ko'tarishlik bilan kontrol qilishimiz mumkin bo'ladi. Har bir bo'layotgan asabimizni buzadigan narsalarga haligi aytib o'tganimizdek, yuqorida aytib o'tganimizdek, oldimizdan chiqqan toshni chetga olib o'tgan osonlik bilan o'zimizga ta'sir qiladigan holatga olib kelmasligimiz kerak. O'zimizga olmasligimiz kerak. Pozitiv, har doim pozitivga aylantiramiz.
har xil holatda. Bu holatlarni tushuntirish uchun juda ham ko'p vaqtimiz ketadi. Asosiysi kayfiyatimizni ko'taraveramiz. Ana o'shanda asablarimiz ketmaydi. Asablarimiz orqasidan bizada grija paydo bo'lishlik imkoniyati bo'lmaydi. Ya'ni sog'lom yurishimiz bir 90% ga chiqadi, 90% ga ko'tariladi. Yoshlarda ham, yoshi ulug' insonlarda ham bir xil. Stressga yana qanaqa negativ holatlar bor inson organizmiga. Stressda odam bilmaydi, ishtahasi ochilib ketadi. Faqatgina yaxshi yegandan keyin stressi pastga tushishi, inson xotirjam bo'lishni boshlaydi. Go'yoki uspokoyительный dori ichgandek bo'ladi. Yesa, ishtahasi ochilgan, yesa xotirjam bo'ladi. Kechqurun shunaqa stress inson ishtahasini ochib yorib, insonni yeyishlikka majbur qiladi. Bu yeyilgan narsa keyin og'ir holatlarga olib keladi. Insonni bioximik ishlash jarayonini buzadi. Lekin stress tushadi. Bir narsani o'rniga ikkinchi narsa buzilyapti tanada. Agar o'shani 3 ta narsani to'g'ri yo'lga qo'yadigan bo'lsak, insonni jismoniy holati va ruhiy holati va bioximik holatlari o'z o'rnida bo'lib, inson kasal bo'lmasligini ta'minlab beradi. Oson narsa. Bu praktikadan o'tkazganmiz, bu klinikalarimizni bu tushuntiramiz. Kim qilgan bo'lsa, yoshi ulug' bo'lsa ham insonni tanasidagi yuzaga kelgan muammolar qaytib kelmayapti. Butkul yo'q bo'lyapti. Bu hozirgi kunda bo'layotgan voqealarni aytib o'tyapmiz sizlarga. Oson narsa. Kimni qiziqtirsa, buni hammasini detalli o'rgatib, tushuntirib ketamiz kelajakda. Insonni tanasini kasal bo'lishining asosiy sabablaridan erinchoqlik. Ya'ni inson sog'lom bo'lishlik uchun hech narsa qilmasligi. Inson keladi, "Ke qo'ysan, charchading, ertaga qilasan" degan gap yuradi ichida. Deb o'sha holat ruhiy holatini ham tushirib qo'yadi. Dam olib ertaga qilaman deb erta hech qachon kelmaydi. Kelgan sari ertaga qoldiraveradi. Eng asosiysi o'sha dangasal. Dangasallik birinchi o'rinda yo'qotib turib, o'sha через не хочу deydi rus tilida. Xohlamagan paytda qilishlikka majbur qilishlik o'sha erinchoqlikni yengishlik bo'ladi. Birinchi jihati shu. Birinchi e'tibor beradigan narsamiz. Eng oson yo'li tana sog'lom bo'lishligi uchun, grija bo'lmasligi uchun chuqur nafas olinadi. Ya'ni 33 marta. To'g'ri turib, o'tirgan holatda qilsa ham bo'ladi. Ozgina ushab turib, chiqazmasdan turib 3-4 sekund keyin og'izda chuqur chiqariladi. Ikkinchisi mana shu holat 33 marta. Nega 33 marta deyilsa, 33 marta qilganimizda qonimiz kislorodga to'yib olar ekan. O'shanda kislorodga to'yilgan qon qatga yetib borsa, tanani oyoqni uchigacha borsa ham og'riqni yo'qotuvchi xususiyatga ega bo'lar ekan. O'shaning uchun tanadagi og'riqlarni yo'qotuvchi xususiyat yuzaga keladi. Keyin ketidan suv ichishimiz kerak bo'ladi. Yoki oldin suv ichib turib, keyin shu 33 marta mashq qilsa ham bo'ladi. Unaqasiga ham qilsa bo'ladi, bunaqasiga ham qilsa bo'ladi. Ya'ni ishtaha noto'g'ri ochilgan, kelgan ishtaha to'g'ri bo'lib yo'qoladi. Ya'ni noto'g'ri ochilgan ishtaha bu asabdan bo'ladi va noto'g'ri ovqatlanish va ichkariga kerak bo'lmagan narsalarni ichkariga to'ldirib inson organizmini juda yuk bilan ishlaydigan qilib qo'yadi. Kasallikning birinchi sabablari ham shu ham bo'ladi. O'shanaqa holat kelmasligi uchun to'g'ri organizm ishlash jarayonini yuzaga keltirish uchun mana shu ikkita narsani qilinsa eng oson narsa. Demak, oldindan suv ichib yoki bo'lmasa ketidan suv ichsa ham bo'ladi. Birinchi oldindan suv ichdi deylik. 1 stakan yoki 2 stakan suv. Iliq suv bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Ichib olib turib 33 marta nafas olishlik. Shuni qilsak, organizm to'g'ri ishlaydi, ruhiyat yaxshi bo'ladi, stresslar tushadi. Tanada nomutanosib ishlashlik jarayoni yo'qoladi. Hozir grija bo'lmasligini oldini oluvchi 3 ta mashqlarni ko'rsatamiz. Bu tanangizni mushaklarini, bo'g'imlarini va miofasciyalarni to'g'ri ishlashini ta'minlab beradi va tanangizdagi qon aylanishini normal holatga keltiruvchi 3 mashqlarni ko'rsatamiz. O'shalarni qilsanglar tanangiz yengil bo'ladi, og'riqlar ketadi. Faqat to'g'ri qilishga harakat qilasizlar. Hozir to'g'ri ko'rsatib beramiz. Hozir bir mashq ko'rsatamiz. Bu tanamizni, ya'ni qomatimizni to'g'rilab, tanamizdagi qon aylanishini yaxshilab beradi. Birinchisi, juftlab oyog'imizni tepaga ko'taramiz, tezlik bilan va tovon bilan sekin tushamiz. 1, 2,
3. Maksimal holatda ko'taramiz tepaga tanamizni. Tez tepaga ko'taramiz, sekin tushiramiz. Tez ko'taramiz, sekin tushiramiz. Tovon bilan tez mana qilib urilishi mumkin emas. Mana bunday tez, sekin, tez, sekin. Ya'ni amortizatsiya bilan tushish kerak, sekinlik bilan. Tez ko'taramiz, sekin tushiramiz. Tez ko'taramiz, sekin tushiramiz. Tez ko'taramiz, sekin tushiramiz. 4, 5, 6, 7 va 20 marta qilamiz shuni. Bu nima qilib beradi? Bu tanamizdagi pastga tushuvchi qonni yuqoriga to'g'ri tarqalib, to'g'ri aylanishini ta'minlab beradi va oyoq mushaklarimizni, ya'ni икроножный mushaklar deymiz, hammasini to'g'ri ishlashini ta'minlab beradi va miofasciyalarni, nijniy konечностьdagi miofasciyalarni to'g'ri ishlashini ta'minlab beradi. Endi ikkinchi mashqimiz rastchashka deymiz, ya'ni tortilishlik, yon boshga tortilishlik, 20 sekund ushlab turishlik. Yelka kengligida oyoqlarni ochib olamiz. To'g'ri qilgan holatda qomatimizni, qo'limizni mana bunday holatga keltirib turib, egilamiz yonga. Maksimal holatda tizzalarni bukmaymiz. Yonga egilib turgan holatda 20 sekund ushlab turamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Keyingi tarafga ham xuddi shunday qilamiz. Egilgan holatda, mana yonga egilib turib, maksimal holatda yon tarafdagi mushaklarimiz, miofasciyalar tortilgan bo'lishligi kerak. 20 daqiqa turib, qaytaramiz shuni 1, 2, 3 marta qaytaramiz, takrorlaymiz. Bu mashqlarni albatta oldiga egilib qolmasdan, ya'ni to'liq yonga, ya'ni agar bunday holatda ko'rinadigan bo'lsa, ba'zida noto'g'ri bo'ladi, mana bunda egilib turishadi. Yo'q. Bunday emas, balki mana shunday to'liq yonga egilib turishlik. Mana shu to'g'ri bo'ladi. Demak, 3-chi mashqimiz shundan iboratki, bu sal qiyinroq. Mana bunda ushlaymiz. To'g'ri egilamiz, tizzalar bukilmaydi va shu holatda buramiz tanani. Tirsagimiz yuqoriga ko'proq tortadi tanamizni. Aylanishlik kerak. Bu 10 ta qilinadi. Bu yoqqa ham 10 ta. Demak, umurtqa pog'onalarimizda shunday harakat keladiki, yuzaga keladi. Mana bu harakatli yuzaga keladi. Ya'ni zakon spirali. Boya yuqorida aytib o'tgan mashqlarimizdan yana kuchlirog'i, yana murakkabrog'i va tez insonni ko'krak qismini to'g'ri gibki holatda yumshatib beradigan mashqlar. Nafas olishimiz yaxshilanadi, tanamiz yengillashadi, boshimiz og'riqlari ketadi. Qilib ko'ring va natijasini o'zingiz sezasiz. Agar sizda ba'zi bir muammolar bo'ladigan bo'lsa, mana shu 3 mashq bilan o'sha holatlaringizni yaxshilashingiz mumkin. Agar chuqurroq muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta inson kineziolog, vrach kineziologlarni ko'rigidan o'tgani ma'qulroq. Agar sizda og'ir holatlari yuzaga kelgan bo'lsa, shunday holatlar bo'lsa, bizni klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Professional holatda sizni butun jismoniy holatingizni, ruhiy holatingizni va biokimik holatlaringizni korreksiya qilib qo'yamiz. U juda katta natijalarga erishasiz va bu natijalar orqali ma'lum bir holatdagi sabab yuzaga kelgan muammolaringiz, kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ular yo'qolishni boshlaydi. Agar sizlarda qandaydir shunga o'xshash muammolar yuzaga kelgan bo'lsa, bemalol izohlarda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Sizga yordam berishga harakat qilamiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Hech qachon kasal bo'lmang, sog' salomat bo'lib yuring. Katta rahmat.